Kelinim yaqinda yosh ona bo'ldilar. Ularga ko'proq vitamin va vitaminli taomlar kerak. Shuning uchun eng zo'r taomni tayyorladim. Siz ham yosh onalarga, keliningizga shu taomdan tayyorlab. Birinchi bo'lib ishni xamir tayyorlashdan boshlaymiz. Tuz, suv va tuxum solamiz. Un solib, o'rtacha qattiqlikda xamir qorib olamiz. Xamir tinib turguncha qolgan mahsulotlarni to'g'rab tayyorlab olamiz. Qizil, yashil, bolgarskiy bo'lsa, katta-katta qilib to'g'rab olasiz. Pomidorni ham kattaroq qilib to'g'rab olamiz. Kartoshka, sabzi, piyozlarni ham qancha yirik to'g'rasak, shuncha mazasi yaxshi chiqadi. Taomimizga yanada maza beradigan pishgan no'xatdan foydalandim. Pishishi tezroq bo'lishi uchun jo'xori va qovoqlardan foydalandim. Go'shtni ham bo'laklarga bo'lib to'g'rab oldim. Tabga ko'ra tuz va har xil ziravorlar, semichka yog'i qo'shib yaxshilab aralashtirib olamiz. Men ikki xil usulda tayyorladim. Bittasini tovaga, qolganini kosalarga joyladim. Tingan xamirni ikkiga bo'lib oldim. Bittasini tovani ustiga bir xilda qilib katta yupqa qilib yoyib, tovani yaxshilab yopib chiqasiz. Qolganini esa kosalarga, taomni bo'laklarga bo'lib solib va ustidan xamir bilan yopib chiqasiz. Taomni suvi o'zida qolish uchun yaxshilab xamirni chetini yopishtirib chiqasiz. Shunda suvlikkina sho'rvalar o'zida qoladi. Mantiqasqonga hammasini birin-ketin terib chiqamiz va 1 soatga pishirishga qo'yamiz. Agar sizga retsept yoqqan bo'lsa, like bosib, yosh onalarga yuborib qo'ying. Agar ishtahangiz ochilsa, Robiyangiznikiga mehmonga keling.